Sizga Podiq jome masjidi haqida 3 ta gap aytaman. Sizning vazifangiz qaysi biri haqiqat, qaysi biri romanning xayoli ekanini topish. Birinchi gap. Bu masjid o'zining zaminida Vizantiya davridagi eski bir cherkov o'rnida qurilgan. Bu rost. Tarixiy fakt. Hech qanday bo'rttirish yo'q. Ikkinchi da'vo. Bu masjid hovlisi ostida hali ham hech kim topmagan 5 asrdan beri yopiq turgan bir yo'lak bor. Mana bu qism. Endi badiiy xayolot boshlanadi. Bu Dahma Sinoati kitobining syujeti. Real hodisa emas. Uchinchi gap. Agar bu yo'lak topilsa, uning ichidan chiqadigan narsa 3 ta buyuk dinning tarixini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu ham romanning ichida. Lekin mana shu joyi meni eng ko'p o'ylantirdi. Chunki muallif buni shunchalik ishonarli tasvirlaganki, balki rostdan ham shunday bo'lgandir deb o'ylab qolasiz. Va aynan shu tarix bilan badiiy xayolni bir-biriga shu qadar mohirona bog'lash bu romanning eng kuchli tomoni. Bir tomondan bilasiz, bu roman xayoliy voqea, lekin baribir ichingizda shubha qoladi. Bosh qahramon Araz ham xuddi shu holatga tushib qoladi. U nima haqiqat, nima afsona ekanini bilmay, xavfli bir yo'lga kirib qoladi. Va uning o'g'li ham shu yo'lda u bilan birga qoladi. Agar tarix tugab, hayot boshlanishini anglamoqchimisiz? Unda Dahma Sinoatini o'qing.